Assalomu alaykum. Men Akbar Favoz Akmalovich Optimed klinikasida lazerni jarroh bo'lib ishlayman. Hozir sizlar bilan eng ko'p beriladigan lazerni korreksiya bo'yicha savollarga to'xtalib o'tmoqchiman. Eksimer lazer og'riqlimi? Eksimer lazer og'riqlimi? Yo'q, eksimer lazer og'riqli emas, chunki eksimer lazerda kesish, choklar yoki shunga o'xshash jarohatli jarayonlar deyarli bo'lmaydi. Shuning uchun ularda og'riq yoki boshqa biron bir qo'rquv hissi bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin bo'lgani ozgina achishish, diskomfort. Shuni hisobidan ko'pchilik o'ylaydi, bu hamma operatsiyalar kabi og'riqli va biroz qiyinchilik bilan o'tadi deb o'ylaydi. Yo'q, bu lazerli korreksiya ko'z kasalliklari, ya'ni ko'z operatsiyalari ichidagi eng yengili hisoblanadi. Keyingi savol: operatsiya necha daqiqa davom etadi? Operatsiya davomiyligi bu bemorning holatiga ham ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Ya'ni bemor qanchalik xalaqit bermasdan, bizni shu aytilgan ishlarni to'g'ri bajarib, xalaqit bermasdan, ortiqcha harakat qilmasdan yotsa, 10 daqiqadan ham kamroq vaqt olishi mumkin. Lazerdan keyin darrov yaxshi ko'ra olamanmi? Lazerdan keyin darrov yaxshi ko'rish bo'lmaydi. Bu kamida 4-5 soatdan keyin ko'rish boshlanadi. To'liq 1 sutkada tiniq ko'rishni boshlaydi. 4-5 soatdan to 1 sutka oralig'ida tiklanish kuzatiladi. Keyingi savolimiz: necha kundan keyin ishga qaytsa bo'ladi? Bu asosan ish jarayoningizga, ya'ni qaysi kasb bilan shug'ullanishingizga ko'proq bog'liq hisoblanadi. Agar siz ofisni ishda yoki kompyuter qarshisida ko'proq ishlasangiz, 1 hafta 10 kunlarda ishga qaytish bemalol ruxsat beramiz. Agar siz ko'proq jismoniy mehnat bilan shug'ullansangiz, chang yoki quyoshda yoki shunga o'xshash issiq yoki og'ir mehnat bilan shug'ullansangiz, o'rtacha 1 oygacha ish vaqtidan yoki o'sha aynan changli yoki og'ir jismoniy zo'riqishlardan cheklanib turishni tavsiya qilamiz. Bu ko'p holatlarda nima ish bilan shug'ullanishingizga bog'liq. Keyingi savolimiz: ko'zim yana qaytadan minus bo'lib qolmaydimi? Bu eng ko'p beriladigan savollardan biri. Ko'z hech qachon avvalgidek minusga qaytib qolmaydi. Qaytish ehtimoli bor. Kimlardadir bo'lgan-ku yoki qo'shtim qildirganda minuslari yana paydo bo'lib qoldi degan gaplar ham bor. Bu fikrlar ham to'g'ri, lekin u ehtimoli juda past bo'lgan holat. Ya'ni 100 tadan bitta yoki 2 ta odamda bo'lishi mumkin. Bu ham nimaga bog'liq? Kuchli ko'zdan olingan jarohatlar yoki organizmdagi kuchli shamollash yoki shunga o'xshash kuchli ta'sirlar davomida ko'zga ham ta'sir o'tkazishi bilan paydo bo'lishi mumkin. Yoki ayollarda gormonal o'zgarishlar yoki gormon bilan bog'liq bo'lgan ayollar va erkaklardagi turli xil kasalliklar asoratidan paydo bo'lishi mumkin. Paydo bo'lgan taqdirda ham bu, masalan, sizda -5, biz uni lazerni korreksiya qildik va bu 5 hech qachon -5 ga qaytib qolmaydi. Balkim 0,5, 1, uzog'i 1,5 gacha paydo bo'lgan holatlarni kuzatganmiz. Lekin bu juda ham ehtimoli past bo'lgan vaziyat hisoblanadi. Lazerli korreksiya xavflimi? Keyingi savol. Lazerli korreksiya bu xavfli bo'lishi mumkin. Qachonki biz shu bemorni to'liq tekshirmasak yoki bu bemorimiz operatsiya uchun to'g'ri kelmaydi, ularni ko'zlaridagi holati, parametrlari to'g'ri kelmasdan turib, noto'g'ri yoki to'liq tekshirilmasdan operatsiyaga olinsa, bu xavfli bo'lishi mumkin. Lekin biz shifokorlar, lazerli jarrohlar har doim har qanday xavfni inobatga olib, har qanday ozgina bo'lsa ham sizga zarar tegishi mumkin bo'lgan xavfni oldindan tekshirib, oldindan uni hisobini olib, sizga u lazerli korreksiyani tavsiya qilamiz yoki qilmaymiz. Shu bilan bog'liq. Yoki lazerni keyingi savol ham lazer nuri zararlimi?
yoki rentgen nuriga o'xshab kimlardir tushunishi mumkin. Yo'q, lazerni korreksiya nuri bu organizm uchun hech qanday zarari yo'q yoki nurlanish u sizga qabul qilmaysiz. Bundan xavotir olish yoki qo'rqish noo'rin. Ko'r bo'lib qolish xavfi bormi? Ko'r bo'lib qolish xavfi bu 100% yo'q desak ham bo'ladi. Chunki boya aytib o'tgandek, operatsiyadan oldin bemor tanlashda biz har qanday ehtimolni hisobga olamiz va bu lazerni operatsiya ko'zni eng yuza qavati, ya'ni oldingi qavatida shoh pardada amalga oshirilganligi uchun bu organizmni ko'r bo'lib qolishiga yoki ko'zni batamom ko'rmay qolishigacha olib keladigan operatsiya emas bu. Bu eng zamonaviy, eng xavfsiz operatsiya hisoblanadi. Keyingi savol, qaysi yoshda qilish mumkin operatsiyani? Operatsiya 18 yoshdan boshlab barchaga qilsa bo'ladi, qachonki ko'zni parametrlari shu operatsiyaga to'g'ri kelsa. Yosh chegarasi 18 yoshdan 45-50 yoshgacha bo'lishi mumkin. Bu barchasi individual yondashiladi, ya'ni 18 yoshda ham kimlargadir mumkin bo'lmasligi mumkin, ya'ni ko'zni holati shunga to'g'ri kelmaydi. Kimlargadir 50 yoshda ham to'g'ri kelishi mumkin, ya'ni ko'zni holatidan kelib chiqib bu xulosaga kelishiladi. U o'rtacha 18 yoshdan 45-50 yoshgacha oralig'ida qilish mumkin. Keyingi savolimiz, hammaga qilish mumkinmi yoki cheklovlar bormi lazerli korreksiyada? Cheklovlar bor. Hammaga ham mumkin emas. Ya'ni ko'zni holati lazerli korreksiyaga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ko'zni parametrlari buni lazerli korreksiya uchun mumkin emas yoki qilsa operatsiyadan keyingi xavfli asoratlar berish ehtimoli bor bo'lgan bemorlarga biz tavsiya qilmaymiz. Va undan tashqari homiladorlik davridan homiladorlikdan keyingi, tug'ruqdan keyingi 3 oy mobaynida ularda ham mumkin emas. Undan tashqari odam o'zi shamollagan, gripp yoki shunga o'xshash isitma, shu kasalliklar vaqtida ham lazerli korreksiya mumkin emas. Miopiya, gipermetropiya va astigmatizmning hammasini tuzatadimi? Bu ham eng ko'p beriladigan va o'rinli savol. Lazerli korreksiya vaqtida biz ham minuslarni, ham plyuslarni va astigmatizmlarni ham bir vaqtning o'zida yo'qotib beramiz. Bunda lazerli korreksiya qaysi birinidir olib, qaysinidir qoldirib unaqa holat bo'lmaydi. Chunki lazerli korreksiyani asosiy maqsadi ko'zoynaklardan xolis bo'lish, ko'zoynaklardan voz kechish. Ko'zoynaklardan voz kechishga qaratilgan operatsiya hech qachon qaysidir minusni olib, qaysidir minusni qoldirish unaqa holatlar bo'lmaydi. Buning uchun ham shu bemorlarimiz, patsientlarimiz ko'ngillarini to'q qilishlari mumkin. Hech qaysidir olib, qaysidir qolib minus 1, 2 yoki shunga o'xshash yana operatsiyadan keyingi ko'zoynak taqish holatlari deyarli bo'lmaydi 99% holatlarda. Keyingi savol, qaysi usul yaxshiroq? LASIK, femtoLASIK yoki FRK? Bu usullar hammasini maqsadi bir xil, ya'ni lazerli korreksiya qilish. Bu faqat prinsiplari, ya'ni amaliyotni bajarish jarayonlari bir-biridan ozgina farq qiladi. Bu har biri bu ko'zni holatidan kelib chiqib, ya'ni individual yondashiladi. Kimgadir femtoLASIK to'g'ri keladi, kimgadir transferga to'g'ri keladi, kimgadir oddiy LASIK to'g'ri kelishi mumkin. Bu ya'ni ko'zni holati, ko'zni shoh pardani qalinligi, minusizni baland yoki pastligi yoki yana qanaqadir boshqa parametrlardan kelib chiqqan holatda sizga tavsiya qilinadi. Sizga oddiy LASIK to'g'ri keladi yoki transferga qilsak sizga yaxshiroq bo'ladi yoki femtoLASIK siz uchun eng xavfsizi yoki yaxshirog'i deb tavsiya qilinadi. Bu hammasi ko'zingizni yoki ko'zingizdagi minuslarni holatidan kelib chiqib chiqariladigan xulosalar. Biridan absolyut ustunligi yo'q. Hammasiga ko'rsatma asosida bajariladigan amaliyotlar.
Keyingi savol, narxi qancha va nimaga bog'liq? Bizani Optimed klinikamizda hozirgi kunda oddiy LASIK, ya'ni Proscan 8 million so'm bo'ladi ikkala ko'z uchun bu. Undan tashqari sizga bo'ladigan xarajatlar bular diagnostika uchun. Keyin diagnostikadan keyin operatsiya uga to'g'ri kelsangiz, operatsiyaga olinishidan oldin sizdan bu standart protokol bo'yicha operatsiyani qoidasi bo'yicha sizdan gepatit B, C, RV, VICH va umumiy qon tahlili yoki ko'rsatmaga ko'ra yana nimadir qo'shimcha analizlar talab qilinishi mumkin. Asosan shu. Ikkinchisi bu Actavis usulidagi hozirda bizning klinikamizda yangi texnologiya shu Actavis usulini yo'lga qo'yganmiz. Bu Actavis usuli bu oddiy LASIKdan ko'ra biroz farq qiladi. Bu 12 million so'm hisoblanadi. 12 million so'm nimaga asoslangan? 12 million so'm oddiydan ko'ra qimmatroq bo'lishi, buning afzalliklari bu ko'rishni minuslarida yana ham aniqlik bilan yo'qotib berishi bilan ustunligi bor va tunda ko'rish oddiy LASIKga nisbatan yana ham yaxshiroq va tiklanish davri ertaroqligi bilan afzalligi hisoblanadi. Va nimaga oraliq tafovut buncha katta desanglar, biz har bir ko'z uchun alohida shu kompaniya tomonidan bizga litsenziyalar alohida sotib olinadi. Shuning uchun bu litsenziyani summasi ham operatsiyaga qo'shiladi. Keyingi savol, operatsiyadan keyin qancha vaqt telefon ishlatmaslik kerak? Telefon qancha vaqt ishlatmaslik kerak? Bu ham eng ko'p beriladigan savol va bizani eng ko'p aytadigan taqiqlarimizdan biri. 1 oygacha deyiladi, qoidasi bo'yicha 1 oygacha telefon ishlatish mumkin emas deyiladi. 1 oygacha deganda qanaqa tushunish kerak? 1 hafta davomida absolyutni telefonga qaramaslikni tavsiya qilamiz 1 hafta davomida. Ya'ni qanday? Sizga qo'ng'iroq bo'ldi, ko'rdingiz, ko'tarasiz, javob berasiz, bo'ldi. Boshqa telefondan boshqa usulda foydalanmaymiz 1 hafta davomida. 1 haftadan so'ng SMS keldi, qisqa SMSlarga javob berishingiz mumkin. Yana keyingi haftada sal nimadir video yoki shunga o'xshagan narsalarni qisqa ko'rish mumkin. 1 oy davomida, ya'ni absolyutni to'xtatib qo'ymaymiz. Sekin-sekin hafta davomida ko'tarib, sekin-sekin oz-ozdan foydalanib boraveramiz 1 oy davomida. Bu unchalik qo'rqinchli yoki absolyutni mumkin emas degan unaqa qat'iy qoida yo'q. O'zingiz uchun ko'zingizga qanchalik nagruzkani kamaytirsangiz, sizga shunchalik foydali. Ya'ni lazerli korreksiyadan keyin ko'zni o'zini o'zi tiklab olish jarayoniga siz xalaqit bermagan holatda bo'lasiz va shunga natijasida ko'rishingiz ham ko'zingizning tiklanish jarayoni ham tezroq bo'ladi qolganlarga nisbatan. Kelishadi bemorlar bizga, operatsiya qildirdik, bo'ldi, o'tdi, qutuldim deb o'ylashadi. Ertasi kunidan parkka yoki ko'chaga, bozorga aylanganib chiqib bemalol yurishaveradi va 3-4 kundan keyin bizga kelishadi, ko'zda yana qizarib qoldi yoki sal xira ko'ryapman. Bu hammasi o'sha ko'zga tushgan nagruzkadan bog'liq. Bu ham xavfli narsa emas, lekin o'zini ehtiyot qilsa, operatsiyadan keyingi parvarish ham o'ta muhim hisoblanadi. Shuning uchun qanchalik o'zimizni ehtiyot qilsak, shunchalik bizga yaxshiroq natija va tezroq eski holatimizga qaytishimiz osonlashadi. Keyingi savol, sport bilan qachon shug'ullansa bo'ladi? Sport bilan qachon shug'ullansa bo'ladi? O'rtacha 1 oy deymiz. 1 oygacha keskin harakatlanish, jismoniy zo'riqishlar mumkin emas. 1 oydan keyin sekin-sekin eski holatga qaytib yugurish mumkin. Отжимание yoki turnik shunga o'xshagan yengil harakatlar bilan sekin-sekin sportga qaytish mumkin. O'rtacha 1 oy. Bu ham individual tavsiyaga ko'ra. Ko'zingizni holati, operatsiyani o'tgan jarayoni shular bilan bog'liq ko'pincha. Keyingi savol, operatsiyadan keyin ko'z qurishi bo'ladimi? Ko'z qurishi bu o'sha lazerli korreksiyadan keyingi uchrab turadigan holatlardan biri va asosiy xavf desak ham bo'ladi.
ya'ni ko'r bo'lib qolish, g'ilay bo'lib qolish yoki umuman minuslari yana qayta o'sib ketishdan ko'ra shu qurib qolish degan nima deydi holat ko'proq uchraydi. Bu nimaga bog'liq? Bu operatsiyadan keyingi shu biza berilgan dorilar bor, bizani tavsiyalarimiz bor. Shularni o'z vaqtida qilmagan odamlarda yoki o'sha biza bergan tavsiyalarga quloq solmasdan kompyuter, telefon yoki shunga o'xshash ishlarni qilib bemalol o'zini o'zi parvarishlamagan odamlarda ko'proq uchraydigan holat. Agar uchrasa, ko'z qurib qolsa-chi? Ko'z qurib qolishi bu absolyutniy qurib kichrayib qolishi nazarda tutilmayapti. Bunda ko'zni yoshi, ya'ni ko'z yosh bezlari ko'zni yetarlicha namlantira olmasligi bilan bog'liq bo'lyapti. Ya'ni bunda ham dorilar beriladi, qo'shimcha dorilar beramiz yoki qo'shimcha tavsiyalar beramiz. Shular bilan yana ko'z qurib qolishni ham davolash yoki uni oldini olib ketish oson, unchalik xavfli narsa emas bu ham. Natija qancha vaqt davom etadi yoki umrbod saqlanadimi degan savol. Bu ham juda aktual savol, ko'p beriladigan savol. Ko'zni bunda lazerli korreksiyani yaroqlilik muddati yoki srogi bo'lmaydi. Bu bir marta qilinadigan narsa, umr davomida bu davom etadi. Ko'zda travma olmasangiz yoki biron bir jiddiy kasalliklar bilan kasallanmasangiz, gormonalniy yoki infeksion biron bir kasalliklar bilan kasallanmasangiz yoki o'zingizni yoshingiz o'tib yoki yoshi katta bo'lib, shu lazerli korreksiya bir 15-20 yil oldin qildirgan, hozir 50-60 yoshda o'zini gavhari xiralashib qolib, xira ko'rinmasa, bu lazerli korreksiyani hech qanday yaroqlilik muddati bo'lmaydi. 10 yil, 5 yil degan gap yo'q. Bu umrni oxirigacha, butun umr davom etadi. Lazerli korreksiyani effekti. Lenza taqib yurgan bo'lsam, qachon yechib kelishim kerak? Lenza taqib yurgan odam bu ko'zga yot jism tegib turganligi uchun ko'zni oldingi qismida biroz strukturalarni o'zgartirishi mumkin. Shoh pardani holatini o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun bu juda yaxshi savol. O'rtacha 10 kundan 15 kun oralig'ida ko'z linzalardan dam olishi kerak. Yoki bizga shu keldingiz, ko'zingizda linza kecha yechgansiz yoki bir kun oldin yoki 2 kun oldin yechganligingizni vrachga shuni aytib o'tsangiz, shunga qarab vrachlar ham diagnostika vaqtida sizni buni inobatga olib, shuni hisob-kitobini qilishadi. Taqib kelish yoki taqib yurgan odamga mumkin yoki mumkin emas deb taqib qo'yish bu ham noto'g'ri. Unaqa narsa yo'q. Linzadan ham foydalanish mumkin, ochkidan ham foydalanish mumkin. Bundan keyin operatsiya qildirish ham hech qanaqa qarshi ko'rsatma bo'lmaydi, bemalol qildirish mumkin. Homiladorlikda yoki emizish davrida qilinish mumkinmi? Yo'q, bu absolyutniy mumkin emas. Homiladorlik davrida hech qaysi birinchi 3 oylik, ikkinchi 3 oylik, uchinchi 3 oylik, ya'ni hech qanday homiladorlik vaqtida mumkin emas lazerli korreksiya qilish va tug'ruqdan keyin 3 oy davomida 3 oydan keyin, ya'ni lazerli korreksiya qilsa bo'ladi. 3 oygacha mumkin emas. Homiladorlikdan keyingi. Lazerdan keyin tug'ishga ta'sir qiladimi? Bu ham juda ko'p beriladi. Juda ko'p so'raladigan savol. Lazerli korreksiya bu to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu hayotni, ya'ni hayot sifatini yaxshilash uchun bajariladigan amaliyot. Bu ko'zoynaklarsiz, linzalarsiz siz erkin, hech qanday chegaralarsiz harakatlanishingiz uchun berilgan bu texnologiyaning yutugi yoki imkoniyati desak ham bo'ladi. Bu hech narsani chegaralab qo'ymaydi. Bu hamma aytib o'tilgan cheklanishlar bu hammasi vaqtinchalik. Ya'ni 1 oydan 3 oygacha qo'yilgan taqiqlar. Tug'ruq operatsiyadan keyin hech qanaqa cheklov bo'lmaydi. Bir hafta 10 kundan keyin homiladorlikni rejalashtirsangiz bo'laveradi va undan keyin kesarva bo'lish yoki o'zim tug'ishim mumkin emas degan gaplar ham absolyutniy noto'g'ri. Operatsiyada xohlasangiz shu boshqa qarshi ko'rsatma bo'lmasa, o'zingiz tug'ishingiz mumkin. Lazerli korreksiyadan keyin homiladorlikda.
Agar qo'rqsam, operatsiya paytida harakat qilib yuborsam nima bo'ladi? Bu eng ko'p bo'ladigan holatlardan biri. Chunki har qanday odam birinchi marta operatsiyaga kiryapti va har qanday odam qo'rqishi bu tabiiy. Bu yana ko'z bilan bog'liq bo'lgan operatsiya. Buni tabiiy va to'g'ri tushunish mumkin. Qo'rqish, ortiqcha harakat qilish, har xil hissiyotlarga berilish bu tabiiy holat. Bu biza deyarli har kuni uchraydigan vaziyat. Bizaga hamma ham bir tekisda yotib berolmaydi va buni ham lazerlik apparatimiz buni ham hisobga olgan. Ya'ni sizni ortiqcha har qanday kichik, ya'ni 1 millimetrga surilishingiz yoki ortiqcha harakat qilishingizni ham apparat juda sezuvchan, sezgir. Buni ham hisobini olib sizni to'xtatadi. Ya'ni lazer o'sha joyda urmaydi yoki lazer o'sha joyda ishlamaydi yoki bizani ogohlantirib siz uchun shu xavfsiz tomonini harakatini qiladi. Ya'ni har qanday siz o'ylagan, sizni bezovta qilgan yoki sizni qiynab keladigan har qanday vaziyatni biza deyarli har kuni uchraymiz va har kuni bu savollarga javob beramiz va har kuni shu vaziyat bilan ishlaymiz. Shuning uchun bizga keling, ko'ramiz, murojaat qiling. Biz professional jamoamiz bilan klinikamizda sizga yordam beramiz. Tekshiruv va konsultatsiyaga kelish uchun qabulimizga yoziling va pastda bizni manzil va telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bizga murojaat qiling. Biz sizga yordam berishimizdan xursandmiz.